Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovi ishtirokchilarining barchasiga omad. Assalomu alaykum qadrli yoshlar, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Mamlakatimizda ilk bor muhtaram prezidentimiz sovrini uchun Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovini o'tkazilishi men o'ylayman butun O'zbekiston yoshlari uchun juda ham katta bir ko'tarinki kayfiyatda kutib olinadigan tadbir bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun ham mana Toshkent viloyati bosqichini, ya'ni Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovini ikkinchi bosqichiga start berish jarayonidamiz. Bugungi tanlovda hammaga omad tilayman va men o'ylaymanki, bizni eng munosib yoshlarimiz bu tanlovda g'olib bo'lishadi. Mana shu tanlovni demak shahar tuman bosqichida, ya'ni birinchi bosqichda 25 ming nafardan ortiq yoshlarimiz ishtirok etdi va ular orasidan saralangan 900 dan ortiq yoshlar bugun ikkinchi bosqichda ishtirok etar ekan. Ularni g'oliblari demak respublika bosqichiga yo'llanma olishadi. Men o'ylaymanki, bu tanlov yoshlarimizni hayotida umuman o'zlarini qiziqtirgan yo'nalishdagi demak kasblarini egallashlarida juda ham katta ahamiyatga ega.